Yana shunaqa o'qituvchilar chaqirib sartarosh hozirgi yuridik o'quv binoyimizda faqatgina bittagina smenni qo'yamiz. Ya'ni ertalabki kundalikda ishlaymiz, o'qiymiz. U yerda niyat qilib qo'ydik biza sartaroshlik bilan haydovchilik kundaligiga qo'ymoqchimiz. 3 oylik, 6 oylik haydovchilik kundaliklariyam bo'ladi. Yana qo'shimchalarini hali o'ylab ko'rmadik. Hozircha shunaqa ikkita uchta yangiliklarimiz bor, shuni eslatib o'tmoqchimiz. Yana kundaligimizda ko'proq qonun-qoidani buzmasdan ishlab o'qitish niyatimizda bo'lgani uchun sizlarga kichkinagina kundalik formalarni e'lon qilib qo'ymoqchimiz. Soch soqollarimiz olingan qo'limizda o'sha kichkina bo'lgan papkalar, yana ikkita-yu 3ta daftar qo'shib olamiz. Ana o'sha ustozimizlarni hurmati va yana bizlarni hurmatimizga bo'ladi. Yana formaga keladigan bo'lsak, shu maktab, litseyda kiyganlarimiz, kollejda kiyganlarimizdan sal boshqacha bo'lgan kundalikdagi kiyimlarimizni kiyib o'qishimizga marhamat. Kunlarini o'zimiz e'lon qilamiz. Boshlaganimizda ana shunaqa kundalikda kelib o'qiydigan bo'lsak, o'zlashtirishimiz oson bo'ladi va 5 bahoga 5 o'rniga o'qib